Men yeni keldim. Salam do'stlar, yaxshimi? Men Almira, aldiqda sizlarga chiqarib berman deb chiqarmagan vlogim bugun keldi. Oxirgacha tenzan go'juk qilib ko'ringlar. Bo'lmasa vlogni chiqarib berish faqat xo'shaqmay ekan. Aldiqda mod, mushu nimo tovjon, Vi bek so'rab ketibsizlar-ku. Ay buni aqo'g'il qilavergan faqat kepaqmab ketgan. Shu kun bir fursat bo'ldi. Mushu sanba munosabati bilan biz bir nurg'un do'stlar bilan ko'rishib yig'ilishlarni qilgan. Shuning to'xtab sanbaligimizga muborak bo'lsin deb o'zim bilan yasinib olgan. Bu tovjon yo'q, menda qizlar setib beray desam, lekin atadan boshlab sizlarga vahshiy pes tovjonlarni chiqarib bermay, qo'njiq isib setib bermay qizlar yetlik ilib olasizlar. Juma undan so'ng cho'qim qo'njiq qilinglar. Shenongni gupir mushu lalalini boshingizga yugurib keldim. Qaranglar. Tundonglam kimga? Zulfiya, Nigar, Gulfiya, bizning Mao, liqi Payzugul, bizning Nojigul. Voy, nimni hammasi tunaykenmada qildinglar qisa. Bizning hammamizni tunaysizlar. Biz bu hammamiz bir-birimizni tunaymiz emasmi? Yillardan beri hammamiz o'zimizning kasbida bak oldirashib ketgan. Mening umoq do'stim Bobey Fayam keldi. Shuningdek keyindilar bizning umoq Gul Nigar keldi. Nim bo'ldi? Hammanglar yig'ilib qopsizlar-ku. Deyishinglar mumkin shu fursat yo'q. Aldirashchilikda faqat ko'rish bilanmagan. Sanbaniki liqi xonim qizlar bayramida shu munosabatlarni ko'rishgan. Keyinda mana umoq do'stim eg'anshib qo'sqin ko'tarib keldi. Umoq do'stim shundan payzi mundi shu paranglashib qildi. Parim bati bu o'rnimizda shosha-pali. O kuni bir paliti bulab qap vaqtida kelanmay qoldi. Shuning bilan uni shipping tatamay qoldim. Lekin bu diyorchon o'rnimda pari bajimi. Shuning bilan o kuni mana shu sizlar to'naydigan, sizlar yaxshi ko'radigan har bir do'stlarimiz bilan shundan paranglashib mundishib shundan bir aktiv energiya damdoq amdiylik bir gapimiz bor. Jingning deb. Lekin haqiqatan jingning odamlar bilan paranglashib o'tasanlarmi, paranglashadigan temalar, so'zinglar hamda bunidagi qilmoqchi bo'lgan ishinglardan tortib hammasi shundan bir xil jingning danglar. Deb shunchalik payzi, shunchalik iliqdek Şuan aştal bir paranış mundishibdi. Şuna bilan bo'ldi qizlar har oyda 100 ko'chanlik choy o'ynaylik, biz 500 ko'ylik, 1000 ko'ylik o'ynamay 100 ko'chanda choy o'ynab yig'ilishaylik deb shunda kulishmak paranishib o'tdik. Ana lekin dedimga diyorchon o'rnimiz botdi deb uyga Nafisa pariyamimizdan bordik. Shuna avval Nafisa ishimiz yugurib bordik. Da oldirab o'rinda yirib, ma so'rang kelganimiz shu kech qaptiq demaysizlar. Ayibga buyurmanglar deb ulardan kechirim so'rab kirdik. Bu so'rinni kim qildi desanglar, Gulxonim markasining qurg'uvchisi, omoq do'stimiz chiroyli jonliq mushu tirishchan do'stimiz Gulmira bir qo'lliq mushu sanbadi sizlar bilan birga o'tkazamay qoldim. Lekin mush kunda bo'lsin sizlar bilan tang to'liqlab olay deb o'z yaxshi ko'rgan hadillarini, do'stlarini hammamizni bir so'rin qilib yig'ibdi. Shuningga Gulmiraga shundaqmi adash ajab chiroyli so'rin qilsa rahmat senga deb qo'shib ketdik. Albatta bu yerda hammanglar to'naydigan korxonchilar bor, ustozlar bor, san'atkorlar bor, do'stlarimiz bor, vanxon qizlar bor. Albatta hammamiz o'zimizning kasbida shunchalik yaxshi tirishayotganlar, bir-birimizga ulgu bo'layotganlar, bir-birimizning uyg'undigan taraflarimiz intayin jiq bo'lgan hadisinglar. Qarindoshlar bo'limizda albatta. Shuninglar bu yerda muhaddilarimizning gapini anglab, do'stlarimiz bilan qiziqarli paranlarni qilib, shunchalik xo'shal bo'ldi. Shuning bilan birga bu so'rinni tuzgan chiroyli do'stimiz Gulmira shunchalik chiroyli dasxonlarni sepdi. Qo'shib ketdik. Bu qitimliq bizningki sanbarimiz majab payzi o'tdi deb tursa, ma Gulmiraning astoydilligiga men yana bir qitim qo'l qo'ydim. Albatta, Gulxonim markasini tunmaydigan odam yo'q deyman. O'zining kiyim-kechaklarining sifati bo'lsin yoki posonjat bo'lsin, hammamizni yaxshi ko'rishga erishgan. Shuning bilan bu Gulmiraning astoydilligiga har birimizga ayrim o'zimizning fingasiga tushgan, o'zimizga moslashgan, o'zimizga yarashidi deb o'ylagan kiyim-kechaklarni bizning xonim qizlar bayramimizni muboraklab, mana shunda alayda mushu ang yaqinlari qilam dingdo qilib loyihatgan bovjon xisiga qochlab akab qaranglar. Nima degan astoydil. Biz qilamaganni sen ajab bizni oshirib qipsa, bizni xijil qildi. Bu vaqtimda biz qilamiz bo'lmasa deyishib ketdi. Uyga kelib ichib ko'rsam, shunda payz tovjonsga men bek yaxshi ko'rgan tovjonsda. Afsus kichik numar bilan qattaslar kiyib kesib beray desam. To'xtab turinglar, men hozir M numar kiymay bilasizlar. S numar bilan qapti danglar. Shunga bu da men M numariga tegishib olsa, sizlarga domdam qo'volayman. Undaq mix ketmang deyishinglar mumkin, lekin do'stimiz ko'ngil emasmi? Shundan bir chiroyli tovjons liqidek mudaq leyin tushunsin berib bek yaxshi ko'rgan. Dema, S numar qatmadim. Shuning bilan qizlar bu kuni so'rim shunda qizib ketdi. Ammo men vlogim yaxshi ko'rgan bo'lsangiz bir denzan gonjolarni qilib o'tishni unutib qolmanglar qizlar. Shuning bilan miyaga kelganda o'zimizni bo'sh tashlab bir usul bilan o'ynaylik deb o'ynaganimizga shunda qizib ketdi. Qag'inni yuanshim qo'yib beray. O'zinglarni qaydan ko'ringlar.
Mana ko'rganinglarda keyni texmi qizib ketgan qiz bilan pari ish qilib, yili on o'ynaydi usulni, yili qiliq chiqarib o'ynab, shundan bir omoq so'rinlarni bak qiz devatdi. Ona bo'lsa, mushagich ko'rganinglarga rahmat. 点赞关注，分享了，会上他们了，还是好。